Magazin Rybalov 24/7. Bizda katta skidga ketyapti. Akalar urg'ilib qolinglar. Asosan karpovый kachушка, karpovый qarmoqlarimizga. Hammasi yengil, brak yo'q. Narxlari lekin вообще zo'r. Где-то bitta komplektni Legenda 390 ni 550 ming so'mdan boshlab yig'ib ketaverasizlar. Yo'q, qimmatlashib ketaveradi. Qimmatlashganda ham eng qimmati 850 minggacha bo'ladi. Masalan, mana shu kachушка bilan mana zo'r leska o'ralgan. Shu kachушка bilan bitta Legenda 390 ham sizlarga 550 ming so'mga tushadi. Hozircha ikkita do'konga 50 tadan qo'yganmiz. Yigirma to'rt 7 ishlayapmiz ikkala do'kon.